Endikelik şeyimizi devamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Hindistan Tashqi ishlar ministeri Janubiy dengizda erkin qatnashni yo'lga qo'yamiz dedi mavzuli xabar. 7 ayning 20 kun Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Hindiston to'qinishi keskinlashyapti. Ikki davlat chegara rayoniga askar ko'paytib, vaziyat portlash oldida turgan bir paytda Hindistonning tashqi ishlar vaziri ifoda bildirib, Janubiy dengizda erkin qatnashni yo'lga qo'yamiz dedi. Hindiston iqtisod vaqt gazeti 7 ayning 20 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Hindiston shu kuni ifoda bildirib, Janubiy dengizda erkin qatnashni yo'lga qo'yishimiz kerak. Hindiston tashqi ishlar ministri Swaraj Hindiston yuqori palatasi nutq so'zlab mundaq ko'rsatdi. Bizning maydonimiz Janubiy dengizda erkin qatnashni yo'lga qo'yib, qatnashning to'solg'usizligiga kafolat qilib, savdo tijoratni rivojlantirish bo'lishi kerak. O mundaq ko'rsatdi. Jungo Hindiston dengiz bo'ylari va sohillarini bo'ylab port qurilishi va asala qurilishi olib beryapti. Jungoliklar port qurilish va asala qurilishi Jungoning Djibouti harbiy bazasi orqasi bilan ta'minlash uchun to'g'ri deyiladi. Jungo Birmada Jabo portini, Sri Lankada Hambantor portini, Pokistonda Gwadar portini yasab bitirdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Swaraj shuning ishini deyki, Hindistonni bo'g'ib qo'ya oladigan davlat yo'q. O mundaq dedi. Hindiston qo'rshovga olindi degan so'z to'g'ri so'z emas. Hindiston o'zining bexatarligiga intayin hushyor turyapti. Hindistonni bo'g'ib tashlab, Hindistonni bo'g'ib etilgan muhit ichiga tashlab qo'ya oladigan ikkinchi davlat yo'q. Avstraliya va Hindiston Janubiy dengizda erkin qatnash masalasi bo'yicha birdek fikrga keldi. Hindiston pul muomala gazeti xabariga asoslanganda, Hindiston bilan Jungo Doklan, ya'ni Jungo Xitoy tilida Donglang rayonida so'rkilishayotgan bir mezgilda Hindistonning vaziri Modi va tashqi ishlar vaziri Swaraj xonim bu davlatga ziyoratga kelgan Avstraliya tashqi ishlar ministri Julie Bishop bilan ko'rishib, Jungo Hindiston chegara so'rkilishini muhokama qilishdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Avstraliya tashqi ishlar ministri Bishop xonim Avstraliya talash tortish bo'layotgan Janubiy dengizda bu rayonda Jungoning orol yasash faoliyatiga qarshi turdi va Beijingning bu rayonni harbiylashtirilishiga qarshi turdi deb ko'rsatdi. Demak, so'rkilish bo'layotgan mushundaq paytda Avstraliyaning tashqi ishlar ministri Bishop Hindistonni ziyorat qildi va bu to'g'rida so'rkilish va talash tortishlar muhokama qilindi, tilga ilindi, eg'izga ilindi. Avstraliyaning tashqi ishlar ministri Bishop xonim ifoda bildirib, Janubiy dengiz to'g'risida bu rayonni harbiylashtirishga qarshi turamiz dedi. Demak, Hindiston bilan Avstraliyaning maydoni munosabati bir-biriga yaqinlashdi degan.